Eng oliy to'g'riburchakli uchburchakka ichi qisilgan aylananing uchburchak gipotenuzasiga o'tkazilgan balandlikka nisbatini toping. Hop, bizda ABC uchburchak eng yonli hamda to'g'riburchakli uchburchak. Demak, asosga tushirilgan balandligi ham mediani ham bisektrisa bo'lgani uchun aylana markazi shu nuqtada joylashadi. Asos uchburchakni aylanani markazidan BC tomon urish nuqtasiga radius tushiramiz. Hop, bu burchagimiz 45, bu ham 45 radius, bu ildiz ikkita radiusga teng. Bu yergacha bo'lgan masofa radius. Demak, dastlab CC1H balandligimiz ildiz ikkita radius qo'shilgan radius. Radius qiyosdan tashqariga chiqarsak, ildiz 2 plus 1 ga teng. Demak, aylana radiusini balandlikka nisbati radius taqsim radius ko'paygan ildiz 2 plus 1. Radiuslar o'zaro qisqarib ketsa, irratsionaldan chiqarsak ildiz 2 minus 1 ga teng ekan.